Hürmetli televizyonlar, biz bu hafta Türkiye'de faaliyet edip beriyotgan Şarq Türkiston Ma'rif ve Hamkorlik Cemiyeti raisi Hidayatullah Oğuz xon bilan suhbat edip boramiz. O'zi hozir telefonimizda. Assalomu alaykum. Va alaykum salom. Hurmatli Hidayatullah efendim, ziyoratimizni qabul qilganingiz uchun ko'p rahmat aytamiz oldi bilan. Rahmat aytaman. Oldi bilan men asli siz shu 16 noyabr kechda İstanbul Ümraniye'de Şarq Türkiston temasida İslam coğrafiyasining atlisi Şarq Türkiston temasida bir leksiya yig'ini o'tkazilib, bu yig'inda siz so'z qilguvchi bo'lib leksiya berdingiz bu yig'inda. Oldinma shu yig'inda nimalarni so'zladingiz, qanday bir faoliyatlar bo'ldi bu vaqtda ma'lumot bergan bo'lsangiz. Bu yig'in Ümraniye Belediyesi tarafidan tartib etilgan bo'lib, buningda asosan Sharqiy Turkistonning qisqacha tarixi. Xo'sh. Sharqiy Turkistonning davosining asosi nimaga tayindiganligi, Sharqiy Turkiston zemini xalqi Xitoy territoriyasining bir parchasimi emasmi degan masalalarni, Xitoyning Xinjiang nazariyasini chürtilgan dalillar bilan Sharqiy Turkiston tarixdan buyon o'z oldiga o'zini boshqarib kelgan an'anasi, milliy urf-odati, tili, dini, siyosiy jihatdan ayrim bir millat, ayrim bir territoriya ekanligini buni isbotlagan dalillar bilan leksiyani davom qildik va bugungi Sharqiy Turkiston masalalarini bu o'tgan Ramazon oylarida kun tartibga kelgan Turkiya xalq ommasi ichida nihoyat zo'r ta'sir va olqish qo'llab-quvvatlashga erishgan bir da'vo bo'lib, ahirda biraz bunu Xitoy ve Xitoy taraftarlarınınki bu davanı bu meseleni Türk xalq ommasinin eňinden çıkarışqa, şek şübhe yaratışqa terişqanlığını ve bunu çürütüşke bizning qo'limizda tamamen delil isbotlar bor ekanligi. Sharqiy Turkistondagi yuz berayotgan hodisalar, zulm, işkence, qirg'inchilik qatorliq bitimlarning hammasi bizni anglatgandan-ki biz anlatqanı odanki %1'mi bo'lmaydiganligi to'g'risida nihoyatda intayin dalillik isbotlab o'tirib qo'yildi. Yig'in qatnashuvchilar bo'lib muhim xizmat o'tayotgan kishilar tarkib topgan bo'lg'achqa ularning bu masaladagi jiddiy qayg'urib bizning yenimizda doim birga turadiganlik to'g'risida jiddiy samimiy fikr qarashlarga ega bo'ldik. Yani inayet yaxshi bir yig'in bo'ldi. Rahmat. Endi yana bir masalada hammamizga ma'lum, yana Xitoy tajovuzchilari 2 oy burun yana shu boyda Ko'mirkonga hujum qilgan shu fidoyilarimiz, shu qarindoshlarimizni shu voqea yuz bergandan keyindan boshlab shu izlayotgan edi. 56 kunlik iz qo'g'lashdan keyin Xitoy asli bir qancha kun burun shu 56 kunlik iz qo'g'lash natijasida biz önkörde şu 17 kişini partlatıp öldürüyorduk degan edi, ama bugünkü xabarlarda, Xitoyninki xabarlarda, bugün en ahirgi chiqqan xabarlarda jami 28 kişini öldürülgen kişilerin 28 ekanligi, bularning ichida albatta kichik bo'voq baldan tatib ayollar bor ekanligi, hatto shu saqchilarninki xotirlarida masalan shu yig'layotgan bo'voq balning yig'layotgan ovozni anglab turib mana shunday partlatib vahshiy holatda o'ltirayotganligidan iborat xabarlar kelyapti. Siz bu vahşiylikni qanday tushunasiz hamda mana shu paytlarda buni e'lon qilishini? Birinci bo'lib biz bu şehit bo'lgan qarindoshlarımızga Allah Teala'dan rahmet dileymiz, ularning shahodatini qabul bo'lishi, ularningki urug' tuqqanlari yaqinlarga sabr istiqomat dileymiz. Ularning ruhi bu cesareti Sharqiy Turkiston xalqi vatan ichi va sirtligi Sharqiy Turkiston davası uchun mücadele qilayotgan barliq musulmon qarindoshlarimizga maddi ma'naviy jihatdan intayin yüksek bir his tuyg'u ato qildi. Bu inşallah baqo ketmaydi. Allohning aldargohida ajr azim ato muyassar bo'ladi, erishadi ajr azimga va shu kelgusidagi shu yo'lda mangadigan qarindoshlarga intayin ümit baxsh etadigan bir jasoratni o'tirib qo'yib ketdi. Chunki ular uzun bir muddat bunda chorsizlikda uşaq bola ayollarning din tarkib topgan bir guruh mujohidniki shuncha uzun muddat sabr qilib shuni qarshi turadiganligi bu bir
alayda cesaret, alayda bir örnek teşkil edilen bir hadise. Bunu müştəq tamamlayımız ama Xitay'nın bugün ne için bunu dünyaya ilan kıldı desek bu Xitay'ın tayin fırsat verişli kılıvatıdı. Bulup mu Paris'teki kanlık hadiseden keyin Xitay 2. kıtım 11. Eylül hadisi 11. sentabr hadisi Katar'da bunun aşkın okşaş bir istifade ediş paydaşları vardı. Bunun yolu çıkıp Uygurlarının vatan içi ve sırtedeki faaliyetlerine bir vasıta ucum kılış karakterde bir yaman niyetinin bayikildi bunu da çıkıp sordu. Haberladım görüntümüz Suriye'ye ma farklarının kemisi Süveyş kanalından mı yürüp ketkenlik haber görünüyordu. Bu noktalarını elip etken çağda Xitay'ın niyetinin tayin yaman bir halkaralık bir güç bulunduğun bir iddia bilen özünü köküstüp koyuş. Özünün ki bu Uygur müdahitlerine, Uygur mazlum kardeşlerimizin hayatının ki bedelige bula dünyada bizim işinde terörizm hareketine karşı dünyanın her karşı yerde faaliyet edip baralayımız ve bir iş arzuyumuz var diyen nimesini arzusunu oturup koyuyordu. Buna şimdi görüvağın oldu. Bu toplantıda hoca olarak Xitay'ın ki dünyada özünün bir süper güç buluşka kandidat hikayetini emilen ispatlıqalıqı hesabıda bu Uygurluğumu tüncü qıtım biz benim işinde ötəzlikdə oturuq çıxdı ve şunu olan birge halkaralık Suriye ve başka yerdeki sözde atılmış terör karşı hareketlerde Xitay özünün rol elişiğe bir meşruiyet, kanuni haysiyet izdavatı, özgü yol izdavatı da. Doğru. Köptün köp rahmet ziyaretimizi kabul kılgalığımız için. Merhamet eytiniz. Merhamet Allah'ım.